Belki tez bitirsek yine zafiye turamiz aka. Assalomu alaykum aka. Kanser remontga chaqirdim. Dada biz chaqirganmiz aka. Asosga charchaysizmi? Men ham shunday o'sha kanser ishlanayotgan xonani ko'rsatib qo'ying shunday. Kelinglar. Ana konsertimiz. Shu konsertmi? Olib keldim instrumentlar. Havo aylantirishi yaxshi bo'lmayapti. Muzey chiqarmayapti. Pulini berasizmi? Bismillah. Nima aybi bor ekan? Madina apa shunday qarab oring. Xo'p. Shunday erkak kishini chaqirib bera olmaysizmi? Shunday o'zlarida gapimiz bor ekan. Bo'ldi, xo'p. Oke, uzr, siz ham ovora qilib tashlading. Bizda hozir zapchas kerak bo'lyapti. Shundan borib olib kelamiz. Bo'ldi, mayli bo'ldi. Faqat bugun xalq bersanglar bo'ldi. Ya, bo'ldi. 5 minut telefonlashamiz. Kelishni olib telefon qilib qo'ysanglar. Bo'ldi, bo'ldi. Bilayt, Ubaydulla aka, Ali remont servisga o'tdi aka. Instagramda banglatayotgan bor. Qarang, chaqirgan ustalaringiz kelishmayapti-yu. O'zi 1 soatdan oshdi. Mehmonlarimiz telefon qilib xona so'rashayotdi. Xonani tayyorlashimiz kerak edi. Bo'ldi, o'zi hozir Instagramdan ko'rib o'tirdim men. Ali remont servis vaqti ishlarni cho'tki qilib remont qilib qo'yar ekan. Hozir shularga murojaat qilamiz. Kelib xalq ketadilar. Hozir telefon qiling. Alo. Assalomu alaykum Muhammad Ali aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaymizmi aka? Bezovta qilmadimmi kech bo'lganda? Aka, amma Alfa gastinisamizda konsertimiz ishlamay qoldi. Ustolar kelishuvdi, zapchas olib kelaman deb cho'ti hali beri kelishgan. O'shanga o'ziga murojaat qilyaptim aka. Ishlaringizni ko'rdim, ay sifatli ekan. O'shanga kelib xalq berasizmi deyotdim o'zim aka. Xo'p, okajon, siz qaysi filialdan qilyapsiz? Alfani? Muqimiy ko'cha tomon degan. Ha, bo'ldi. Ani kirmoshinalarni tuzatib beruvdik. Da, o'zi yaqinda tuzatib beruvdik aka. Xo'p, okajon, men hozir mana yakkasaroydan piramid dedim, shunda kirib ketaman hozir aka. Bo'ldi aka. Bo'ldi, shunaqa qiling. Rahmat katta aka. Xo'p. Friyon non, hop. Ana instrument idishi ham oldik ekan. Friyondan olib kiramiz. Men charchaganman, o'zing polni profilaktika qilasan, chiska friyon zapchasgalar shu ketdi ekan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlar, tuzumsiz. Rahmat Alloh, charchamasdan. Nima muammo? Siz ham kech bo'lganda bezovta qildim. Yo'q, kirmoshina ishlamayaptimi? Yo'q, kirmoshina cho'tki ishlayapti. Nima qildi? Shu tuzatib berganlardan beri vaqt cho'tki ishlayapti, muammo qilmayapti. Nima muammo? Ustolar chaqirdim konsertlarga. Xonamizda konsertlar ishlayib qo'ygan ekan. Mijozlarimizni sovutmayapti deb aytishuvdi, o'shanga usta chaqirdim. Ustolar kelishni ko'rishni, zapchas olib kelaman deb cho'tga kelishmadi. Yo'q, ha, shunaqa aka. O'shanga o'ziga murojaat qildim. Qaysi nechinchi xonada aka? Shu 16-xonaga shundoq. Xo'p. Keling aka. Mashxonamidi aka? Ha, Muhammad Ali aka qarang. Kelishdi. Mana bu narsalar ham hali shundoq turibdi. 1 soatda kelaman shu yo'q, telefon ham o'chib. Ochishdi, ko'rishdi, xullas yonmayapti, ishlamayapti konditsioner. Xo'p. Kuydirib qo'yishmadimi aka buni? Bilmadim. To'g'risi mana shu ochib shu burchakda nimadirlarni ko'rlashdi aka o'shanga. Bilmadim. Bo'ldi aka, men ishdan charchab kelganman. Xudo xohlasa sifatli tarzda. Ukam friyon davleniyalari, platalarini ochib ko'rasan, предохранительni ko'r, bang'illab ketgan menimcha simni noto'g'ri ulab qo'ygan bo'lsa, polni chiska qil, karcher urib, kondensator polni profilaktika qilib ber, tushundingmi? Качественный qilib. Mana aka, xudo xolasa konditsionerlaringizni shu mana shogirdlarim, bolalarim ochib, предохранитель ketgan ekan. Hop, yoqib ishlatsa sal slabiydi. Polni agregat qismiga chiska, friyon davleniyalari yil o'tganning hisobiga kamayib ketgan ekan. Chunki ani friyon gaz bo'ladi, qishda sovuvda cho'kib qoladi. 410 friyonlardan o'zini friyonidan to'ldirib, xudo xolasa yana ancha yil xizmat qilishga tayyor qilib qo'ydi. 24 ga qo'yib qo'yganimizning sababi bu xonangiz kichkina, tez dam olib o'chib yonib ishlaydi. 16 ga qo'ysa, sizlarning aka mijozinglar shamollab beladan urib qo'ysa qaytib kelmasligi mumkin. Bilamoqda aka, вообще уже cho'tki effekti bor. Ha, aka. Ba'zi usta-da buni. Aka, yaxshilik ishlatdi. Chunki so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Madinata, shundoq qarab oring, suv olib keling ustakamizga. Muhammad aka, mana chiroyli. Rahmat. Nima bu gastinisaning nomidanmi menga tomog'imni qo'llashga? Rahmat kattakan sizga. Mayli, sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Xo'p, mana biz Alfa gastinisaga kelgan edik, konditsionerlarni remont qilgani, cho'tki qilib profilaktika, friyon zapravkalar qilib ishlatib berdi. 1 yil garantiya berdi. Xonalari muzdek bo'ldi. Kimga mana shu gastinisa xizmati kerak bo'lsa, bemalol 24/7 narxlar ham bomba. Kelishtirilgan arzon narxlarda meni nomimdan chiqsanglar, Ali remont servis, xudo xolisa yana diskitga qilib berishadi.